Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi ko'mirli katola taxminamizni xudo xolasa yakunlab qizdirib berdik. Bu obyektimiz Gurlan tumani Do'sonbek qishlog'ing. Do'sonbek qishlog'ida. Dadasi musofirda vaqtida Anvar dadamiz. Anvar zakaz berdina, o'g'li Sanjarbek oldimizga chiqib bizani kutib olib, neracha o'tirishlarini tushuntirib o'tdina. Tushuntirib o'tdi, keyin xudo xolasa ata bilan o'tib berdik. Anvaramın o'zina hamma yer aboy bo'lib turibdi. Menikini zamonaviy qilib o'tiribinglar. Luchovoy sistemada o'tiringlar. Uylarim bulashmasin, shuncha pullar remont qilibman dedi. Hamda zamonaviy bo'lsinmi dedi. Biza taklif qildik, temirdan ham qilib beramiz, mana qildi. Yo'q, men zamonaviy bo'lsin dedi. Yana ko'rib tursangiz, damirdan o'tirilganda bu yana. Plastmas emas bu lekin. E'tibor berishlaringizni so'raymiz yana. Qimmat xiyla bu-da. Turetskiy bu yana. Hamma o'zlari yaxshi vajdan o'tib turibdi. Turbalar ham narsam hammasi konkret zo'r vajdan o'tib turibdi. Rasxadamir xiyla emas lekin bu. Rasxadamirni bir donasi 120 ming so'm. Bu yana 65 ming so'mlikda bu. Bu yerda yana ikki asosiy kontra bo'ldi. Bir gribonka yana o'sha shunda 11 dan ham tochka bilan tutdi-da bu ikki kontrdan chiqib. Bir kontr benda. Endi bu yerda yana bir batarya qo'yildi, hammasi polnotendan Luchovoy bo'lib keldi. Meni so'ytib olmi? Bu yerdan murojaat qiling. Bu yerda yana farzandingda yana bir batarya qo'yildi yana. Qizishini ko'rdingizmi mana akşam? Senda? Zakonning qizdimi hamma yeri? Yana bunda keyingisi yana arg'in narsa bu yerda turdimi? Yana bir kollektor, shkaf. Ha, shkaf bunday. Yana bunda qo'yilgan, yana bir zapasda shakllangan. To'plab olash uchun. Yana bunda keyin oxirgi bataryasi bunda ulangan, to'g'rimi? Ha, yana ishini kirib kelishi. Obratga badasi ikki tepla trassa tortildi. Bunda yana birinchi kirib kelishi bataryasi. Hamma yer Luchovoy sistema bo'lib o'tdi. Katollarni ko'rsatib o'tamiz, o'xshunchasini bo'lganini aytib o'tamiz. Bu yerda yana katollarning ustanovka bo'lishi, yana katollar ikki kontrga tutib o'tiradi. Bu yana zakrytiy sistema bo'lib o'tdi bu yana. Katolni o'zi ham obshipka qo'ygan 4 listdan tayyorlanganda bu. Yana bunisi Mo'ris ham obshipka tuzatdik, yana rashidning boshib 32 ga 6 emas 8lik dan qo'yildi-da beradi. Nasos Shimjena firmasini ko'rishingizni qimmat qilasizlar. Grupa bezopasini gidrostrelka bilan yangilandik. Bunu shlanka ulaganimiz sababi yana buni sal pastroq do'londa qo'yamiz. Agar dim kuchaykicha bo'lsa, o'sha uzrovning klapini zingadi, uzrovning klapini ko'rishingiz mumkin 3 baradon ishlab beradi. Agar 3 baradon ishlamay qolsa, endi 3 baradon tutish qiyin baribir. Menimcha hali unchalik bo'lmaydi. Har ehtimolga qarshi shu shlankasini ham bakib berdik-da buni. Mabodo shu shlankani zingga berish mumkin bu. Shlankani joyina qo'yish hech narsa emas buni. Shu veri yorilganda shu shlankani otib bergan yaxshida maqsadga kelib shuni qo'yib berdik. Obshipka atilgan. Mana do'lanasini ko'radigan bo'lsak, 0.5 ta o'tdi bu, 0.4 ta o'tdi. Qizg'an vaqtda 0.6, 0.7 ga chiqadi bu. Bir atmosfera aytmi 4 kitobli katolimiz, katolning o'zi 300 kilo chiqadi bu. Mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni chiqarib qo'yamiz. Hamma summasini keladigan bo'lsak, anora buni 39 millionga kelishdik, to'g'rimi? 39 millionga o'sha usta haqqisi hamma mayda-chuda hamma shuning ichida bitta bu yana. Xudo xolasa keyingi videolarimizda yana ko'rsatib boraveramiz. Bu fonning zamonaviy bo'lib, Luchovoy sistemada o'tdi bu. Xudo xolasa hamma yeri bir xil qizadi. Kanalga obuna bo'lishni istaganingizdan chiqmasin, sog' salomat bo'lasizlar.